juda haddan tashqari ko'p yomg'ir ulashadi. Aprelda yog'ishi mumkin bo'lgan yog'inni 3 barobar yog'ib qo'yadi. Ya'ni 60 mm, 40 mm, 50 mm yomg'ir yog'ishi mumkin. Dovullar bilan, shamollar bilan, kuchli jala, mana shu do'l hodisalari, yashin hodisalari ham bo'lishi mumkin ham boshlanishida. Soniyasiga 25 metr sekund qisqa muddatli emas, davomli shamollar bor, kuchli shamol. Aynan mana shu lokatsiyalarda shiddatli qorlar yog'adi. Sovuq urish xavfi bor. Ham havo harorati pasayib ketadi, ham tuproq. Assalomu alaykum. Dehqonlar va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, xaritalardan ko'ryapmiz, keyingi haftada demak bir isib ketib, keyin qattiq sovuqlar bo'lishi kutilayotgan ekan va demak buni ortidan yog'ingarchilik, do'l, suv, sel hodisalari bular o'zi qayerlarda hududma-hudud aytib o'tsangiz. Bu haftadan. Bu haftadan boshlanib va keyingi bu hafta boshlari mana dushanba, seshanba kunlari, aynan 13-14 aprel kunlari respublikaga Turkmanistondan issiq havo oqimi kirib keladi. Bu 32 daraja, 30 daraja, Vodiyda ham 28-27. Bu Vodiyda chorshanba kuni davom etadi. Issiq havo. Zo'r va quruq bo'ladi. Chorshanba kuni Vodiyda. Seshanba kunidan chorshanbaga o'tar kechasi, ya'ni 14 dan 15 aprelga o'tar kechasi Kaspiy dengizi ustidagi nam havo oqimi sekin mana shu aylanma harakat bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatiga juda haddan tashqari ko'p yomg'ir ulashadi. Hattoki ayrim cho'l hududlarida, ular endi aholi yashamaydigan cho'l hududlarida aprelda yog'ishi mumkin bo'lgan yog'inni 3 barobar yog'ib qo'yadi. Ya'ni 60 mm, 40 mm, 50 mm yomg'ir yog'ishi mumkin. Qishloq xo'jalik maydonlarida ham 10 mm, 15 mm shiddatli dovullar bilan, shamollar bilan, kuchli jala, mana shu do'l hodisalari, yashin hodisalari ham bo'lishi mumkin ham boshlanishida. Kirib keladi, keyin mana chiqib ketgandan keyin chorshanba kuni keyin tog'li hududlarimizda mana hozir xaritasini joylaymiz. O'zi hafta davomida qancha quvvatli yomg'ir yog'ishi xaritasini joylayapmiz. Ko'rishyapti. Mana Qashqadaryo, Samarqand viloyatining tog'li hududlarida, Toshkent viloyatida ko'p sariq ranglarda turibdi, 40 mm zonada turibdi. Mana shunaqa hududlarimizda yog'ingarchilik bor. Vodiy viloyatlarida bu haftada yog'ingarchilik u darajada ko'p emas. Ayrim hududlarimizda mana Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatining ayrim rayonlarida tomchilab yog'ib-yog'masdan mana shunaqa kam yomg'irlar 5 mm, 6 mm faqatgina tog'li hududlarida ko'proq yog'inlar bor ekan. Yog'inlar kam endi Buxoro viloyatining yarmida, Samarqand viloyatining ko'plab hududlarida, Qashqadaryo viloyatining tekislik hududlarida ham, Jizzax viloyatida ham kamroq yog'inlar bor. Bu hafta kamroq degani endi shundoq ham hozir kelayotgan nam havo oqimlari shiddatli. Maydalab yog'adigan xususiyat emas, u jadal yog'ib yog'adi. Chaqmoq qaldiroq. Mana shu orqasidan asosiy yog'inlar endi mana shu 15-16 aprel kuniga to'g'ri kelyapti. Keyin juma kuniga 16, 17, 18, 19, 17, 18 aprel, ya'ni juma shanba kunlari ayrim tog' hududlarda mahalliy xususiyat yakshanba kuni quruqroq. Xuddi hozirga o'xshagan quruq bo'lishi mumkin. Havo harorati pasayib ketadi. Demak, aytyapsiz, havo harorati keskin pasayib ketsa, demak, shamollar tezligi qanaqa o'zi? Bu yil ko'pchilik o'zi shundoq ham plyonkaga ekadiganlar bor, polischilar, boshqalar va paxta ham juda ham ko'p maydonda plyonkaga ekildi va uchirib yubormaydimi? Shunday issiqxonachilar ham nimaga tayyorlansin? Traktoringiz uchun sifatli va 2 yil kaforatli avtopilotlarni olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Shamollar hozirgi nam havo oqimlari kontrakt deydi, ya'ni keskin o'zgaruvchan. Ikkita nam havo oqimi shu darajada o'zgartiryaptiki, masalan, dushanba, seshanba kuni 30-32 daraja, chorshanba, payshanba kuni kelib 15-20 darajaga pasayib ketyapti maksimal harorat kunlik. Bu degan 15 darajalik farq. Kichkina davr. Bu paytda sokin yuz bermaydi. Bu o'sha shiddatli shamollar bilan kirib keladi. Front old shamollar deyiladi. Bu Qizilqum cho'llarida, Buxoro, Navoiy viloyati hududlari tayyorlanish kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati tumanlarida soniyasiga 25 metr sekund qisqa muddatli emas, davomli shamollar bor, kuchli shamol. Aynan mana shu lokatsiyalarda kuchli. Bu 15-16 aprel kunlariga, ya'ni chorshanba, payshanba kunlariga. Boshqa hududlarimizda ham, masalan, Termizlarda afon shamollari kuzatiladi. Farg'ona vodiysida Qo'qon shamoli front kirib kelyapti. Ya'ni ikkita kuchli bo'ladimi? Kuchli 18 metr sekundgacha, hatto Toshkent viloyati, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ham 15 metr sekundli shamollar bor. Ya'ni biz mana shu chorshanba kuni, payshanba kuni shamollardan qishloq xo'jalik mahsulotlarini, bog'dorlarimiz o'sha mevalarini, boshqalarini maksimal harakat endi kuchga qarab ayrim hududlarda juda ham past esadigan bo'lsa, juda ham ko'p hududlarimizda bu shunaqaki, mana tumanda kuchli esa, mana tumanda pastroq esadigan bir vaziyat. Lekin mana bu shimol hududlarimiz, Qizilqum cho'llarida deyarli hamma hududlarda bir xil 20-25 metr sekund kuch tezlikda, katta tezlikda shamollar bo'lishi mumkin va harorat mana xaritasini joylayapmiz. Kunlik davomida o'zgarish ko'ryapmiz. Hafta boshlari 32 darajalik, keyin mana pasayib ketyapti 20 daraja maksimal. Bu chorshanbadan juma kunigacha, hatto shanba kuni ham sekin mana 25 ga ko'tarilyapti. Yakshanba kuni, ya'ni hafta boshiga o'xshash bo'lgan vaziyatga biz to'qnash kelyapmiz.
Va minimal haroratlar qiziq baribir ko'pchilikka, ya'ni bu sovuq havo oqimi degani tog'larda masalan endi qor yog'adi tog'larda. Baland tog'larda shiddatli qorlar yog'adi yoki ayrim hududlarimizda do'l yog'ishi mumkin. Chunki ko'ryapmiz vaziyat bunaqa sharoitda 25 darajadan isib ketdimi? Bunaqa issiq orqasidan kirib kelgan nam havo oqimiga tayyorlanib turaverishimiz kerak. Do'l, yashin, momaqaldiroq mana shunaqa jarayonlar bilan o'taveradi. Va minimal harorat endi sovuq urish bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda bu ayrim endi tog' etaklarida, baland tog'li hududlarimizda sovuq urish xavfi bor. Ham havo harorati pasayib ketadi, ham tuproq. Chunki antsiklon kelib kelyapti 1030 gektopaskal ko'zida. Ya'ni mana shu chorshanba, juma kunlari, payshanba tongida, juma tongida harorat tog'li hududlarimizda 0 darajagacha pasayib ketishi mumkin. Baland tog'larimizda minusga tushib ketishi mumkin. Tog' etaklarida ayrim hududlarda 3 daraja, 5 daraja ko'rsatyapmiz, lekin bu paytda tuproq ustidagi harorat 0 darajadan pasayib ketishi mumkin. Bu tuproq urish, ya'ni tuproqda sovuq urish deyiladi. Kuchli emas, yengil. Qaysi hududda? Bu tog' etaklarida, ya'ni ya'ni masalan dengiz sathidan 1600-1700 metrlik balandlikda qishloqlarimiz bor. Mana shu qishloqlarda agar masalan kimdir ekkan bo'lsa yoki bog' anaqalari bo'ladigan bo'lsa, endi ekinga ta'sir ko'rsatadi tuproq sovish urug'i, aniq tuproqda sovuq urishi. Shuning uchun agar mana shu hududlarda bo'lsa, chora-tadbirlarini ko'rishlari. Keyingi haftada yog'ingarchilik vaziyati qanaqa bo'lsin? Bu hafta ham mana ko'rsatyapmiz. Mana bu haftamiz ko'p yillik me'yorga nisbatan respublikaning deyarli barcha hududlarida, ko'plab hududlarda yashil ranglar ko'rinyapti. Ayniqsa bu shimol hududlarimizda, Qizilqumlarda me'yordan haddan tashqari ko'p. Tog'larimizda va vodiy viloyatlarida respublikaning ko'plab hududlarida oq ranglarimiz ko'rinyapti. Bu me'yor degani ko'p yilga o'xshagan yog'adi, lekin juda ko'p emas. Doimiy yog'ib kelgan aprel o'rtasidagi yog'inlar bilan to'qnash kelishlari mumkin. Keyingi, ya'ni aprel oyining 3-o'nkunligida vaziyat respublikaning yarmida yog'ingarchilik yana ko'p, me'yordan ko'p, ya'ni bitta nam havo oqimi yana shimoldan yaxshigina. Ya'ni shimolliklar bu yil juda ham ko'p yog'ingarchiliklar bilan to'qnash kelishadi. Ya'ni prognoz ham shunaqa, prognoz ham shunaqa va vodiyda ishlaydi endi. Vodiy, Toshkent viloyatida keyingi haftada, ya'ni 3-o'nkunligida endi vodiy viloyatlarida ko'proq. Jiddiymi, qanday yomg'irlar? Yaxshi, ko'proq desa ham bo'ladi. Intensiv bo'ladi shunaqa hodisalar. Chunki mana hozir aprel yana anaqa keyingi dam olish kunida yana isib ketyapti. Keyingi haftaga yana janubdan, endi arab hududlaridan endi nam havo oqimi, chunki O'rta dengizdan Arabiston orqali kirib kelyapti. Endi bu vodiyga ham ta'sir ko'rsatadi. Endi vodiyda bunaqa 30 darajaga yaqin harorat bo'lib beradi boshida, keyingi hafta boshida. Shuning orqasidan yana endi o'sha keskinroq bo'ladi. May oyida ham, may oyining boshlarida vaziyat shunaqa. Endi hozirgi kutilma biz o'zi baribir keyingi ko'rsatuvlarda aytishimiz kerak bu narsani. Ya'ni may oyini to'liq. May oyining boshlarida namgarchilik ko'proq va keskin issiqliklar yo'q, anomal issiqliklar, mana 6 kun davom etadigan, bir hafta termik depressiya sharoitlari yo'q, lekin namgarchiliklar bor. Masalan 3 kun, 4 kun, 5 kun quruqroq bitta nam havo oqimi kirib kelaveradi. Shamol esadi, chunki nam havo oqimlari, shamol qachon esadi? Ikkita nam havo oqimlari joyini almashtirayotgan paytda esadi. Shunaqa holatlar bor. Va yaxshi yil, juda ham yaxshi yil. Biz kecha kuni Qashqadaryoga borib keldik. Ko'klam, ular mahalliy aholi bilan ham gaplashyapmiz. Juda ham yaxshi, barokatli yil chorvadorlar uchun ham. Hattoki cho'l yaylovlarida ham vaziyat yaxshi. O'zi odatda tog' yaylovlarida bo'lardi. Biz cho'l yaylovlarida ancha yildan beri qo'y boqmaydigan sharoitga kelib qoluvdik. Cho'l yaylovlarida ham o'zi fitomas yashil ranglarga burkanib ketdi. Bu yil juda ham yaxshi kelyapti va ko'pchilik aytayapti, biz oldinlar yoshligimizda ko'rib yuradigan baland bulutlar hozir bu yil paydo bo'ldi. Mana Samarqandda o'tgan haftani juma kunlarida kuzatilgan 1 soatning ichida chorak oyda yoki yarim oyda yog'adigan yomg'ir yog'ib suv toshishlari bo'lyaptiki, bu barokat degani. Mana shu suvlarni biz endi mana prognozlarimizni ko'rsatyapmiz, mahsulot tuzilmalarimizga ham, hattoki fermer dehqonlarimizga ham aytamiz. Aprel oyi bu ham sinov, ham barokat. Kalani ishlatadigan oy. Yaxshi ishlatib, biz mana shu suvni, apreldagi suvni biz mana hukumat ham yaxshi nimalar beryapti. Har bir hattoki fermer 5-6 ta fermer yig'ilib suv kichik suv havzalarini yaratib, mana shu yomg'ir suvidan imkoniyatdan foydalanib to'plash ishlari va mas'ullarimizga aytamiz, baribir mana shu har bir hududda o'zining me'yori bor. Suv taqsimoti, ya'ni aprel oyining o'rtalari uchun suv taqsimoti bor sug'orish uchun. Ana shu sug'oriladigan hozir suvlari beryapti yomg'ir, tabiat. Ana shundan foydalanib biz suvni bermaslik choralarini baribir ishlab chiqishimiz kerak. Taqsimlash kerak, chunki chirib qoladi. Bu ham suv berasiz, ham yomg'ir suvida biz ekkan nimamiz, urug'imiz afsuski chirib qoladi. Hammasini hisob-kitobini olsak, boshqa joylarga yo'naltirsak o'sha suvlarni albatta yaxshi oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini yechgan bo'lamiz. Demak, Erkin katta rahmat, demak kuzatuvchilarga ham rahmat. Oxirigacha kuzatganingizga va izohlarda fikr va tanqidlaringizni yozib qo'ying. Joylardagi aniq ob-havo ma'lumotini olish uchun Telegramda Agro Meteo Bot deb yozsangiz
demak chiqadi va lokatsiyani yuborganingizda demak aniq shu ob-havo ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Katta rahmat. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar.